nafaqat xonadonda ishlatishga mo'ljallangan, balki professional ustalar ishlatishga mo'ljallangan ushbu svachli apparatni 490 ming so'mga profimarket.o'zdan xarid qilishingiz mumkin. O'zini kompleksidan держagi kabellari, tozalash uchun bog'ichasi va shitogi chiqadi. Svachli apparatning ustunlik jihati nimada? Nima sababdan bu kichkina ishlangan? Ichini ochib ko'ramiz. Ichida tranzistorlari va kondensatorlar bo'ladi. Har doim olayotganda svachli apparat e'tibor beramiz. Ish bajaradigani mana shu detallar bo'ladi. 4 ta tranzistorning ustida yozig'i bo'ladi. Buni Google ga yozadigan bo'lsa, to'liq ma'lumotini kelib chiqaradi, necha amperga chidab berishi. U to'liq amper beryaptimi, bermayaptimi bilib olsa bo'ladi. Va ikkita katta kondensator 450 volt, 330 mikrofarad. Bu 120, 150 mikrofaraddan qo'yib ketilmagan, 330 mikrofarad qo'yilgan. 450 volt degani o'zi 220 voltda ishlaydi. Qanaqadir nagruska bo'lsa, tok o'ynaganda 450 voltgacha bemalol chidab beradi degani. E'tibor bersangiz, apparat kichkina bo'lgani bilan platasi to'liq usulli detallari qo'yilgan. Ba'zi apparatlarda katta gabarit bo'ladi. Ichini ochib ko'rsangiz, kichkina plata chekkasida turgan bo'ladi. Bizga unaqadan ko'ra kichkina bo'lsa ham plata katta usulli bo'lgani yaxshi. Nima sababdan bu kichkina ishlanadi? Bu tepada qiyin ishlar bajarayotganda ko'tarib yurib bemalol svarka urish uchun ishlatiladi. 220 ampergacha svarka qilib beradi. Bu uchli elektrodni bemalol urib beradi, ishlatib beradi degani bo'ladi. Ushbu mini svachli apparatimiz 490 ming so'mga hozirroq xarid qilishni xohlasangiz, kommentariyada plyus belgisini qoldiring.